Hammaga salom do'stlar. Men sizlar bilan Robert Playerman. Bugungi videoda men sizlar bilan sizlar bilmagan o'yin Plants vs Zombie nomli o'yinni o'ynaymiz. Bu o'yinda bilmaganlar uchun bu o'yinda biz polizni ya'ni ekinlarni zombilardan himoya qilib qolishimiz kerak. Mana do'stlar, men bu o'yinni o'chirib tashlagan edim, lekin juda ko'p o'ynadim. Juda ko'p yutib oldim bunaqa ekinlarni. Endi yana qaytadan qilishim kerak hammasini. Birinchi o'rinda biz buni mana bu yerga ekamiz. Ekdik. Gapiryaptimiz deb. Yana olamiz, ekamiz. Shunaqa do'stlar. Oxirga borib o'sha qiynalashib ketadi. Katta raundda o'sha do'stlar qiynalasizlar bu o'yinda. Do'stlar, iltimos kanalga obuna bo'lib qo'ying va like tugmasini bosib qo'ying. Axir bu siz uchun qiyin emas-ku, biz uchun esa maroqli. Hammangizga maroqli tomosha tilaymiz. Do'stlar, qaranglar o'sha. Mana shu joyga keldim o'zi. Mana. Endi qiyin raund keldi. Ya'ni eng oxirgisi. Mana do'stlar. Mayda. Shunga baqorni yutib oldik. Qaranglar do'stlar, bu qanchasi bor. Men mana shu 10-levelgacha o'ynaganman. Yoki men bungacha 8-levelgacha. Endi kattalashadi do'stlar bizani ekin. Men bilan qaranglar chiqoqlarni. Davay. Tezroq ber bizga. Do'stlar, men mod o'rnatganman, shuning uchun pulim tez yig'ilyapti, hayron qolmanglar. Sizlar mod o'rnatmasanglar pulingiz ko'p yig'ilmaydi. Mana bir pastda. Do'stlar, noto'g'ri qo'ydim. Men mod versa bo'lganim uchun men pul tez yig'ilib ketyapti. Ko'rasizlarmi, o'sha 6000 bo'lib ketdi. Tak, tezroq. Kelurish bemalol masaladan qo'rqmayman. Oppa. Mana qo'yamiz botga. Buni qo'yamiz, olamiz. Do'stlar, qaranglar, kallalarini uzoqatdiki do'stlar. Do'stlar, nima ishlar bo'lyapti? Do'stlar, keyingi videoda men sizlarga aniq emas-ku, lekin sizlarga Minecraftga mod o'rnatishni o'rgataman do'stlar. Aniq emas-ku, lekin o'rgataman do'stlar. Tak. Do'stlar, hali ozgina qolibdi do'stlar finaliga. O'g'ani miyagacha borsa, o'sha final bo'ladi. Ya'ni unisida eng oxirgisi bo'ladi. Tushuntirmoqchi bo'lishim mumkin. Qaranglar. Mana o'sha miyaga keldi. Bunisida ko'p zombilar yig'ilib keladi. Agar katta bosqichlarga kelsangiz, vobshe ko'plar keladi do'stlar. Ani sakrab kelishadi. Anaqa kiyimlar bo'ladi, boshqa chelak taqilgan bo'ladi. Mana yaxshi. Do'stlar, ko'rasizlarmi qanaqa bo'lib ketdi? Yaxshi do'stlar. Mana bu jahldor gilosni yutib oldik. Bu ham yomon emas lekin do'stlar. Endi kartoshkaga o'ynaymiz. Kartoshkajon. Do'stlar, bu videoning ikkinchi qismini ham olamiz. Tak, birinchi bundan 2 olamiz. 3-level biz do'stlar. Hoppa. Do'stlar, men bitta narsani sinab ko'rmoqchiman-da. Agar mana bu gloss bor, mana shuni mana bu narsani ustiga qo'ysak, bu qizararmikan do'stlar yoki mod versiyada bo'larmikan? Menda cheksiz pulda mod versiya. O'shanaqa mod versiyasi menda. Lekin ko'rdim. Yo'q, qo'yib bo'lmaskan. Afsuski qo'yib bo'lmaskan do'stlar. Tak. Do'stlar, men bu gloss nima deyotgan bo'lishingiz mumkin. Agar buni zombilar yoniga qo'yishingiz kerak.
Chunki u qo'yishilar bilan ozgindan keyin portlab ketadi. Endi anchadan keyin emas. Ozgina ishadida keyin portlab ketadi. Hozir qo'ydimki, xuddi shunaqa bo'lib ishadida keyin portlab ketadi. U zombilarni o'ldiradi, sizlarnikini o'ldirmaydi lekin. Mana yaxshi. Do'stlar, shunchaki bu o'yinni bilmaganlar uchun ma'lumot berib ketaman. Do'stlar, ko'rdinglarmi, o'zi boshiga mana bunaqa narsalarni taqib qolishgan. Yo do'stlar, chemichga kelgan joyga qo'yib yubordim men bunaqa. Mayli. Adashib ketyapman lekin do'stlar. Masanga. Mana. Yaxshi. Mana bitkam qo'yib olamiz. Do'stlar. Endi qiynalamiz do'stlar. Juda qiyin bo'ladi endi. Hoppa. Tak, mana. Yaxshi do'stlar. Lekin bunisiga nimaga yaxshi deyman bilmadimmi? Lekin bu yomon. Mana o'zi, men parazit kelyapti. Parazitchilar yig'ilib kelyapti. Yo do'stlar, hozir yeb qo'yishadi. Yo, yolishmaysiz. Yolisharkanman. Parazit. Bo'ldi do'stlar, biz mana bu potetomi? Mashni toldi, короче, nima bu? Короче, men uchun bu nima? Men uchun bu kartoshka. Men oldindan kartoshka deyman buni. 4-levelga keldik, короче do'stlar. Yaxshi. Endi lopatga beradi bizga. Yo'q, hali bermaskan lopatga. Tak. Pullarim. Men pullarimni sevaman demayman-ku. Tak, pulimiz yaxshi oldi. Olib qo'yamiz. Yo'q, do'stlar, men olib qo'ymadim. Tak. Buni mashqa qo'yib qo'y do'stlar. Do'stlar, bu kartoshkani mana bu joyga qo'yib qo'ymasanglar bu yaxshi. Mana bunaqa semchiklar qo'yib qo'yganman, mana shu taraflarga qo'yib qo'ymaylik. Chunki umuman foyda bermaydi. Hech qanaqa foyda bermaydi. Lekin buni qiyin bosqichlarga kelasizlar-yu, mashina qilib oldiga qo'yib qo'yinglar. Oldiga qo'yib qo'ysanglar, mana zombilar keladi-yu, shu paytda anaqa qiladi. Tak, anaqa to'xtatib qoladi. Mana bu zombilar kartoshkani yeb turadi-da. Ungacha mana bu xato qilganlar bor, ularni o'ldiradi. Shu foydasi. Tak. Foyda keltiradi, lekin uncha emas, u sal-pal. Tak, do'stlar, yaxshigina kuchaydi qaranglar. Hoppa. Semishkan faqat birinchi qatorga qo'ysanglar ham bo'ladi, do'stlar. Lekin hali birinchi qatorga ko'rmaylar-da. Chunki men motivatsiyada bo'lganim uchun pulim ko'p. Bu semichkalachi pul olib keladi sizlarga. Sizlarga pul olib keladi. Mana bu anaqalar bor-ku, ustidan chiqayotgan quyoshlar bular pul. Mana shu pullarni o'sha semichkalar ko'proq qiladi-da. Ustidan chiqadi. Hoppa. Do'stlar, keyin bu o'yin bitta minus tarafi bor-da. Ular ochilishini kutishinglar kerak. Mana bu tepadagi narsalar turibdi-yu, mana shular ochilishini kutishinglar kerak. Do'stlar, keyin men bilan qanaqasiga qo'yayotganimni bilmasanglar, qaranglar, ochildi-da. Bundoq ustiga bosasizlar, xohlaganinglarni. Mana bu bitta turbocha kattaning ichiga bosib yuborasizlar, bo'ldi, tayyor. Bu o'yinni o'ynaganlar bo'lsa, like bosib ketinglar. Va obuna bo'lib ketinglar do'stlar. Chunki bu juda ham maroqli o'yin. Do'stlar, men bu o'yinni 3 yildan beri, 2 yildan beri bilaman. Balki 4 yildan beri bilarman. Lekin anchadan beri bilaman. Hoppa. Finalga keldik do'stlar. Bunisi nima yutolardi do'stlar? Esma chiqib qoldi. Nima yutolar? Lapatka.
Mana lopatga jonimiz. Bu bilan ikki narsalarni olib tashlashinglar bo'ladi do'stlar. Mana. Endi biza uni kartoshkani yerdan o'sadigan. Bilaman lopatga bilan nima qilishni. Do'stlar, olasizda, bundoq olib kelasizda, mana bitta ustiga bosib yuborasizlar bo'ldi. Ana. Mana. Men birinchi marta buni qanday ushlashni bilmaganman, zo'rg'a bilganman, do'stlar. Do'stlar, agarda nima deydi? Agarda mana men bilan sizlarning uyingizga kelib qoladigan bo'lsa, mana masalan, mana zombilar, mana men bu turgan narsalarni ko'ryapsizlarmi? Mana bu turgan narsalar bor-ku. Mana bu ana o'chiladigan o'xshagan narsalar. Agar mashinaning yoniga kelib qolsa, ular nima qilib beradi bo'lasiz, to'g'rimi? Agar o'shaning yoniga kelib qoladigan bo'lsa, ularni ustidan bosib ketadi, keyin ularni o'ldiradi. Keyin sizlar uyning yonigacha olib kelmasligi kerak zombilar. Agar olib kelsanglar, mana polizning egasini o'ldirib qo'yadi. Ya'ni o'ldirib qo'yadi-da, ya'ni yutkazib qo'yasizlar. Bemover bo'ladi. Mana bu raundda men bu kartoshkali chiqadi, men bitta ustiga bosasizda, zombilik yotgan qatorga bitta bosib yuborasizlar. O'shlarning ustiga borib o'ldiradi, ko'rayotganingizdek. Tak. Do'stlar, ikkinchi qismida lekin yomon qiyin bo'ladi. Ikkinchi qismini olganimizda yomon qiynalaman. Chunki o'zi ungacha katta levelga o'tgan bo'laman-da. Do'stlar, unda keyingi videolarda ko'rishguncha xayr deb qolaman. Ozgindan keyin xayr deb qolaman. Chunki vaqtimiz o'z nihoyasiga yetyapti. 13 minut bo'ldi o'zi video boshlanganiga. Tak. Do'stlar, unda keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar. Biz bu raundni tugatsa ham bo'lardi, lekin tugatgunimizcha ko'p vaqt ketib qoladi. Keyingacha vaqti ko'payib ketadi-da, YouTube'ga qo'yilmay qoladi bu video. Mayli, sal olib turamiz hozircha. Tak. Mana parazitchilar. Sizlar uchun yana ozgina olganman do'stlar. O'zi ozgina vaqt qoldi do'stlar. Mana sallagi. Do'stlar, tak. Mana qaranglar lekin do'stlar. Mana qaranglar, namuncha ko'p kelishyapti bular. Tak, mana do'stlar. Mana. Har doim Vens deyishadi bor do'stlar mashina. Tak, bitta qoldi, bitta. Bo'ldi, yordik. Do'stlar, keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar. Bu videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Mana shu narsalardan iborat edi va biz yangi narsa oldik va keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar.